Oyoq og'rig'idan, hojatxonaga ko'p chiqish azobidan qanday qilib dori ichmasdan qutulsa bo'ladi? Buni iloji bormikin deb so'rashardi. Mana tirik guvohimiz. Mana elektronniy maxsi paypolar orqali mana Zenso Farmdan necha kunda sizga shifo qildi tog'a? Ta'sirini bir kunda bildim. Olgan kunim kechalari hojatga ko'p chiqardim. Bir marta chiqdi mana shu kuni. Necha marta chiqardingiz oldin hojatga? 10 martadan ham oshib ketardi. Oyoqlaringiz qanaqa bo'lardi? Uyushardi. Mana uyush chap oyog'im ko'proq. Insult bo'lganlar chap oyog'im uncha isimar edi, muzdek turardi. Ayam qantirab berardi, quvvati yo'q edi. Mana Xudoga shukr, mana shuni olgandan keyin ayolarim qantiramay qoldi. Mana buni aslida bo'lsa ham qiynalmay yuryapman. Mashalloh. Buni mana xola ko'rsataylik. Buni mana orqasida zamoglari bor, kiyish ham oson bo'ladi. Mana shuni zamogini qadab ko'rsating-da shuni. Buni ichida nima bor deb so'rashadi ko'pchilik. Buni ichida 10 xildan ortiq tabiiy giyohlari bo'ladi. Giyohlarda hidi chiqdi dedingizmi xola? Vashshi hidi chiqib ketdi. Uyda tutib giyohlarni hidi. Ikkita uyda hidini tutib kelgan kunlari. Endi giyohlar endi issiqdagi nimasidan quridi shekilli. Uncha hidi chiqmay qoldi. Boshda zo'r bo'ldi. Buni qanday qilib ishlatadi deyishadi. Bu to'kka suqiladigan bo'ladi. Mana. To'kka suqib, mana. Bitta oyog'ini bunga, bitta oyog'ini bunga qilib turib, udini itilgan maytini suqib turib, to'kka suqib olib turib, bir kunda 2 mahal, ha? Bir kunda 2 mahal ekan, ertaman kechqurun. Yarim soatga qo'yib qo'yasiz ekan, o'zi minuti bor ekan, mana o'rtasini esib turib, o'rtani esib, bu chap tomonda essa, soatda, mana o'ng tomonda essa, gradusa. Gradusa. Shuni qo'yib qo'yib, to'kka suqib qo'ysa o'zi o'char ekan, avtomatik o'char ekan. Ko'pchilik olishga ikkilanyapti tog'a. Xola, sizlar shunga gapirsanglar. Bilmasdan bemalol olaveringlar. Foydasi bor ekan. Effekti rosa yaxshi ekan. Oyoqni shamollashlarini, og'rishlarini, uyushlarini. Oyog'im ko'p uyushadi. Foydasi katta ekan. Ular bijib-bijib Uxlab, oyoq qaltirar edi. Bunday palati qaltirab ketardi, yiqilib ketayotganga o'xshab. Ular bo'lmay qoldi. Ko'p ishlari yo'qoldi. Oyoq og'rishlari ham juda yaxshi. Rosa oqsalanib yurayotdi. Hech oqsalanish ham sal keladi. Mana insult o'tkazgan ekansiz. Shu insultdan keyin oyoq og'riqlari boshlandimi? Insultdan keyin bo'ldi hamma yo'q. Oldin yaxshi edi. Tillari ham, qo'llari ham bir tomon pul ishlamay qolibdi. Mana bahor kelsa 1 yil bo'ladi insult bo'lganiga. Buni olganinglarga qancha bo'ldi? 1 hafta bo'ldimi? Ertaga 1 hafta bo'ladi. Dushanba 1 hafta bo'ladi. Ertaga mana 1 hafta bo'ladi. Mana tog'amiz intervyu beraman. Ko'pchilik shu menga o'xshab azoblanib, ikkilanib yuribdi. Hech ikkilanishmasin deyishdi. Mana asakalik tog'aning intervyusini ko'rib sotib olsiz. Undan oldin mana ko'rib ishonmagan ekansiz, to'g'rimi? Katta ehtimol bilan mana bu videoni ko'rib ham ishonmaganlar bo'lishi mumkin, lekin shu andijonlik bo'lsa, sizni oldingizga kelib so'rasa ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana siz ham Asakaga borib kelsammikin tog'ani oldiga deyapsiz-ku. Endi qiziqib borgim Ishonmasa kelsa, mana oyog'iga kiyib to'kka suqib beramiz. Ko'radi effektini. Ko'rishi mumkin. Bu yer hozir qayer? Andijon shahar. Andijon shahar. Jahonbozor yo'li. Jahonbozor yo'li Buyuk Turon mahalla fuqaroligini Toj mahalla ko'chasi. Mana Oxyor tomondan Jahonbozorga ketish yo'lida chap tomonda qabriston bor. Qabristondan shu ro'paradagi ko'chadan kirishsa, Dilshodbek aka deb so'rashsa, mana o'zingizlar mana ko'rib effekt haqida o'zidan so'rasanglar bo'ladi. Ko'pchilik endi internetda ham ishonchsiz narsalar ko'p bo'lganligi uchun aldanib qolmaylik deyshadi-da. Buni oldindan to'lov qilmadinglar-a? Yo'q. Kelgandan keyin o'zi telefon qilganimizda mahsulotni ko'rib turib, kelgandan keyin pul to'lov qo'linglarga olib, keyin to'lov qilasizlar. Ko'rib turib, ne to'lov qilasizlar dedi. Keldi, oldik, ko'rib turib, keyin to'lov qildik. Keyin mana ko'pchilik savol beradi. Hali siz ham berdingiz-ku xola. Buni ilik quritib yuboradi deyshadi, mana to'pli pollar ilik quritadi-yu, buni unga ta'siri yo'qmikin dedingiz-ku. Buni ichida spirali bo'ladi, lekin mana to'pli pollar endi ertalabdan kechga ishlatilganligi uchun shunaqa effekti bo'ladi-da.
Lekin buni bir kunda 2 marta, yarim soat, 1 soatdan foydalanganligi uchun bu unaqa ilik quritish degan narsalar bo'lmaydi. Kommentariyada ham ko'p so'rashadi-da. Bunga mana javob bo'ladi bu video. Keyin bu o'zi spiral nimaga yordam beradi desa, oyoqni terlatgan holatda buni ichidagi giyohlar ta'sir qilish darajasini orttirishiga yordam beradi. Shunda bu ichida endi dengiz tuzi, boshqa giyohlar bor. Bular oyoqqa ta'sir qilib, shu oyoqdagi shamollashlarni o'ziga tortib olishga yordam beradi. Mana shu ko'pchilik hojatga borishda prostata bezadilomasdan ham deydi. Siz ham uni tekshirtirsangiz bo'lar ekan. Lecheniya oldi deydilar. Endi u hojatga chiqish endi sabablari ham ko'p bo'ladi-da, shamollash sababi bo'ladi. Mana sizda shamollash sababi edi ekan. Shamollashlarni tortib olgandan keyin hojatga chiqishi ham 1,5 oy bo'ldi balisida. Mana hojatga borishingiz ham kamayibdi. Alloh shifo bergan rost bo'lsin. O'zingiz mana tengdoshlaringizga maslahatingiz nima? Sotib olishsinmi? Maslahat beraman, buni foydasi bor ekanki, ziyoni yo'q ekan. Ayniqsa bunaqa sho'pir odam ko'proq oyog'i sovqotadi, muzlaydi. Shunga foydasi juda katta ekan. Oldin 53 minganman dedingiz-a? Men sho'pir guzon mashina minganman. Ko'p ashaqa bizdan ayollarimiz sovqotardi u paytlarda. Shuni hozir asoratlariga mana shu davo ekanda. Inshaalloh. Mana bu yaxshi mana endi. Keyin oilada bitta odam o'rgan emas. Kimki bo'lsa, qo'ygandan keyin 1 soatdan keyin yana bitta odam ishlasa bo'laverar ekan. Shunaqa, rostdan ham. Buni oilada faqat bitta odam ishlatish degan shart emas. Ishlasa bo'laverar ekan. Mana siz ham foydalanib ko'rdingizmi? Ha, men ham foydalanib ko'rdim. Faqat qo'ygandan keyin 1 soatdan keyin ekan. Nimaga deysiz, buni hozir rosa issiq, oyoq terlaganda buning ichi nam holati bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun 1 soat ichida o'zi namini tortib olar ekan. Keyin qo'ysa bo'laverar ekan. Ana jonni rohatida bu bir foydalanib ko'rsangiz. Men ham foydalanib ko'rdim kechqurun. Yarim soatdan qo'yib foydalanyapman men ham. Shunaqa, xudo xolasa. Shamollashi borki odam, endi shamollash bor yo'qligini odam o'zi bilmaydi-da. Foydalanib ko'rsa, foyda qiladiki, zarar qilmaydi. Men bilganim yo'q bu. Shunda Oyog'im sovqotardi xolos. hojatga ko'p chiqishingiz, oyog'idagi sovqotishlar yo'qoldi mana. Qo'llarim qizarib qolib, ko'karib yurardi. Qizarib qoldi. Oyog'iga nima qo'lista yetkazsa, oyog'i muzlataveradi. Qo'lisi. Hali dengiga o'xsharadi-da. Ashli suvdan kashta qilib qoladi. Mana tog'amizning 3 ta farzandi bor dedingiz-a? 3 ta farzandi mana 3 ta farzandi, 2 o'g'il, 1 qizi o'rtada shu mahsini sovg'a qilishibdi. Yaxshi bo'lib qolish uchun sovg'a qilishdi. Endi duo qilyapsizmi farzandlaringiz tog'a? Har qanday mana ota-ona duo qiladi-da mana. Duodamiz har kuni. Har doim ertalab kechgacha bolalarimizni duodamiz. Inshaalloh. Mana bu elektron mahs haqida ma'lumot olmoqchi bo'lganlar pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Operatorlar sizga ma'lumot beradi. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul, bemalol telefon qilib zakaz bersanglar bo'ladi. Oldindan to'lov qilinmaydi. Qachonki mahsulot qo'lingizga yetib borgandan keyin to'lov qilsanglar bo'ladi. Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Tog'amizni holatiga havas qilganlar bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Sizlarda ham bu og'riqlar yo'qolib ketsin inshaalloh. Inshaalloh. O'tgan yili o'zi Ro'za hayit ertasi kuni edi. Men uyda nevaramga uy solyaptim ikkixona. Keyin qo'shimizga Ehson bor edi. Men Ehsonga chiqib ketdim. Ehsonga chiqib, endi osh berishdi, yedim. Uydan kelyapsam qo'shnilarim og'zi qiyshayib qoldi dedi. Men tishim og'riyapti dedi. Yo'q, tishim og'rimayapti dedi. Keyin keldim, kelsam qizim ketdi. Qizim bilan ko'rishdim, nevalarni o'pdim. Keyin g'alati lohas olaverdim, uyqum kelib g'alati. Qizim menga joy qilib berib yotaman g'alati. Og'riyotganga o'xshayapman dedim. Keyin men uyga kelib yotdim. Qizim meni damini o'lchovdi, 200 tepasi o'tib ketdi. Shunda insult bo'ldi. Ro'za hayit ertasi kuni edi. 2-aprel kuni. Endi shu yoz o'tdi, shu qo'lim ishlamaydi, chap oyog'im ishlamaydi unchalik. Tilim ham yaxshi kelmaydi. Hozir Xudo shukr yaxshi bo'lib qoldi. Keyin qo'llarim muzlardi, oyoqlarim muzlab ketardi. Kechasi hojati juda ko'p chiqardi. Hojatga borib qaytib uyga ham yetib kelmasdim. Yana qaytib borgim kelaverardi. Xudo shukr. Uyqu yo'q deng. Uyqu yo'q. Asabiy bo'ldi. Bo'linaveradi endi haligi.
odam kechasi uxlamasa kunduzi asabiy bo'lib qoladi-da. Ha, endi mana nevaralari g'alvasi ham yaxshi edi. Hozir Xudoga shukr tuzayman. Yurishlarim ham anchalik ko'p bo'ldi. Hasad Oyoq qanaqa bo'lib og'rirdi? oyog'im uyushar edi. Hani bijir bo'lib. Unaqa og'rib, men suvagim og'rimagan. Sovuq qatadi-yu. Ko'chaga chiqsam ham bir yerda o'tirsam, bittasi muzlab qoladi oyog'im. Harakatsiz bo'lganda. Ha. Mana endi hozir unaqa og'rim muzlamayapman. Qo'lim ham qizarib qoldi. Oldin ko'karib turardi qo'lim. Qon aylanmasdan, ha? Mana oyoqlarim ham oppoq bo'ldi. Oyoq ko'proq kunduzi og'rirmidi, kechasi uyusharmidi shunaqa bo'lib? Kechasi. Kechasi. Hozir yaxshi Xudoga minnatlar shukr. Shu mashinani taqqandan keyin shu birinchi kunda kechasida o'zi bilindi. Hozirga bir marta chiqdim. Ayolim ham bugun chiqmasmi dedi, bir marta chiqdim dedi. Soat 2dan kechasi chiqdim. Yo'lda. Oldin ko'p chiqarmidingiz? Ha, 10 martadan oshib ketar edi. Ishonchsizda bir Ehsonga borishga ham qo'rqar edim. Yetib bora olmayman deb. Yo Ehsondan chiqishda qo'rqaman. Hojatxonaning dardi o'qib qolasizda. Endi 60 ta o'tgandan so'ng qo'rqib qolasiz ekanda. Yo hozir Xudoga shukr meni yaqinda nada pato bo'ldi, ancha turdim. Uncha nima qiylanmadim. Patoda o'qib, mehmonlar kuzatib qaytib chiqib keldim.